Sod surasi Makka da nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Sod nimaning ramzi ekani faqat Allohgagina ma'lum. Surada mushriklarning Rasul alayhisalomga nisbatan o'tkazgan tazyiqlari, oxiratda berilajak mukofot va jazolar, insoniy fazilatlarga targ'ibot kabi ilohiy ko'rsatmalar mujassam. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Sod zikr manbai bo'lmish Qur'onga qasam yod etaman. Kofir bo'lgan kimsalar haqiqatni qabul qilishdan g'ururda va muxoliflikda doimiydirlar. Biz ulardan ilgari qancha avlodni kufrlari sababli halok qilganimizda ular yordam so'rab nido qilganlar. Ammo u vaqt azobdan qochib qutulish vaqti emas edi. Makka mushriklari ularga o'zlaridan ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar va kofirlar aytdilar: bu bir yolg'onchi sehrgardir. Shuncha ilohlarni bitta iloh qilib olibdimi? Haqiqatan bu juda qiziq narsa. Ulardan kattalari bir-birlariga dedilar: yuringiz, o'z ilohlaringizga sig'inishda sabrli bo'lingiz. Albatta bu iroda etiladigan bo'lib turadigan narsadir. Bizlar bu haqda, tavhid haqida so'nggi dinda eshitmaganmiz. Bu faqat bir uydirmadir. Bizlarning oramizda zodagonlar turib, o'sha Muhammadga zikr Qur'on nozil qilinibdimi? Ular mening eslatmam Qur'ondan shak shubhadadirlar. Ular hali mening azobimni totib ko'rganlari yo'q. Yoki ularning oldilarida aziz, qudratli va vahhob, saxovatli Rabbingizning rahmat xazinalari bor ekanmi? Yoki osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning hukmronligi ularniki ekanmi? U holda osmonga qarab narvonlarga chiqaversinlar. Ey Muhammad, Makka mushriklari o'sha yerning o'zida yengilib bituvchi firqalardan bir qo'shindir, xolos. Ulardan ilgari ham Nuh qavmi, Od qabilasi va qoziqlar, ahromlar va qasrlar egasi bo'lgan Fir'avn ham payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargandilar. Shuningdek, Samud qabilasi, Lut qavmi va daraxtzor egalari ham, ana o'shalar ham sizning qavmingiz kabi firqalardir. Barchalariga faqat payg'ambarlarni inkor etganlari sababli mening jazoyim muqarrar bo'ldi. Ana o'shalar bir zumda keladigan birgina qichqiriqni kutmoqdalar, xolos. Ular Makka mushriklari masxara qilishib: Parvardigoro, bizlarga va'da qilingan azobdan nasibamizni hisob kunidan ilgari tezroq keltira qolgin, dedilar. Ey Muhammad, siz ular aytayotgan so'zlarga sabr qiling va bizning bandamiz bo'lmish, toat ibodatda baquvvat bo'lgan Davudni eslang. Dar haqiqat
u Alloh yo'liga o'zini bag'ishlab butunlay qaytuvchidir. Biz tog'larni kechki payt va ertalab mudom u Davud bilan birga tasbih aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik. Shuningdek, har tarafdan to'planuvchi qushlarni ham. Tog'lar va qushlarning barchasi Davudga butunlay qaytuvchidir. Uning hukmronligini ham mustahkam qildik va unga hikmat hamda qat'iy xitob, haqqoniy hukm chiqarish ilmini ato etdik. Ey Muhammad, sizga da'vogar ikki jamoat xabari keldimi? O'shanda ular Davud ibodat qilayotgan balandlikdagi masjidga chiqishdi. Davud huzuriga kirishganda u ulardan qo'rqib ketdi. Ular dedilar: "Qo'rqmagin. Bizlar birimiz-birimizga nohaqlik qilgan ikki da'vogardirmiz. Bas sen bizlarning o'rtamizda haqqoniy hukm qilgin va bizlardan birontamizga jabr qilmagin, hamda bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin." Ularning biri dedi: "Darvoqe, mana bu mening birodarim. Uning 99 sovliq qo'yi bor. Mening esa birgina sovlig'im bordir. Bas u o'shani ham menga topshirgin" dedi va meni bahsda yengib qo'ydi. Davud ikkinchi da'vogarni tinglamasdanoq dedi: "Darhaqiqat, u sening sovlig'ingni o'z sovliqlariga qo'shib olishni so'rab senga zulm qilibdi. Darvoqe, ko'p oshna og'aynilar bir-birlariga zulm qilurlar. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan kishilargina zulm qilmaslar. Ular esa juda ozdir." Davud uni imtihon qilganimizni bildi-da, Parvardigoridan shoshib hukm chiqargani uchun mag'firat qilishni so'radi va sajdaga egilgan holida yiqilib tavba qildi. Bas biz uni o'sha xatosini kechirdik. Albatta uning uchun bizning huzurimizda qurbat, yaqinlik va go'zal oqibat jannat bordir. Ey Davud, darhaqiqat biz seni yerda xalifa qildik. Bas sen nafsu havoga ergashib ketmagin. Aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur. Albatta Alloh yo'lidan ozadigan kimsalar uchun hisob kunini unutib qo'yganlari sababli qattiq azob bordir. Biz osmon va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni shunchaki behuda yaratgan emasmiz. Bu behuda yaratilgan degan gap kofir bo'lgan kimsalarning gumonidir. Bas kofir bo'lgan kimsalar uchun do'zaxdan iborat halokat bo'lgay. Iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan zotlarni biz yerda buzg'unchilik qilib yuruvchi kimsalardek qilamizmi? Yoki taqvodor zotlarni fisqu fujur qilib yurgan kimsalar kabi qilar ekanmizmi? Ey Muhammad, ushbu Qur'on oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma olishlari uchun biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir. Davudga Sulaymonni ato etdik. Sulaymon naqadar yaxshi bandadir. Darhaqiqat u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir. Eslang,
unga Sulaymonga bir kuni kechki payt gijinglab turuvchi uchqur otlar ro'baro qilingan edi. Bas u dedi: "Dar haqiqat, men Parvardigorim zikridan, ya'ni namozimdan qolib, bu yaxshi otlarga ko'ngil qo'yishga berilib ketibman. Hatto quyosh parda bilan berkinibdi, botibdi. U otlarni menga qaytaringchi." Bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'ynlarini silashga kirishdi, so'yib qurbonlik qildi. Sulaymonni imtihon qildik va uning taxti ustiga jonsiz jasadni, o'g'lining murdasini tashladik. So'ngra u tavba qilib dedi: "Ey Rabbim, o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan bir mulk, hukmronlik ato etgin. Sening o'zinggina Vahhob, barcha yaxshiliklarni ato etuvchidirsan." Bas tilagini bajo qilib, unga u istagan tomonga uning amri bilan mayin esadigan shamolni bo'yin sindirdik. Shuningdek, barcha qasrlarni bino qiluvchi va dengizlar qa'riga sho'ng'uvchi g'avvos shaytonlarni, jinlarni ham, boshqa bo'yin sunmaydigan jinlarni esa kishanlar bilan bandi qildik. Sulaymonga dedik: "Mana shu bizning senga ato etganimizdir. Bas sen ularni ehson qil, qo'yib yubor yoki o'zingda saqla. Sendan bu to'g'rida hisobot olinmas." Albatta Sulaymon uchun bizning huzurimizda oxiratda yaqinlik, ajr va savoblar va go'zal oqibat jannat bordir. Ey Muhammad, bandamiz Ayyub Parvardigoriga nido qilib: "Meni shayton mashaqqat va azobga tutdi" degan paytini eslang. Shunda unga aytildi: "Oyog'ing bilan yerni tepgin, chashma otilib chiqur. Mana shu cho'miladigan va ichimlik sovuq suvdir." Biz o'z tomonimizdan marhamat ko'rsatib hamda aql egalariga eslatma bo'lishi uchun Ayyubga ahli, oilasini va ular bilan qo'shib yana o'shalarning mislicha farzand ato etdik. Yana biz Ayyubga aytdik: "Qo'lingga bir bog' novdani olib, u bilan xotiningni urgin-da, qasamingni buzmagin. Dar haqiqat, biz Ayyubni sabr qiluvchi deb topdik. U naqadar yaxshi bandadir. Haqiqatan u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir." Ey Muhammad, quvvat va farosat egalari bo'lgan bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublarni eslang. Biz ularni bir xislat, boqiy diyor eslatmasi bilan xos qildik. Yana ular bizning huzurimizda tanlangan yaxshi kishilardandir. Yana Ismoil, Al-Yasa va Zulkiflni eslang. Barchalari yaxshi kishilardandir. Bu bir eslatmadir. Shubhasiz taqvodor zotlar uchun go'zal oqibat
Bu ular uchun barcha darvozalari ochib qo'yilgan mangu jannatlardir. Ular u joylarda so'rilarda suyanib o'tirib, mo'l-ko'l meva-cheva va sharob chaqirurlar. Ularning oldilarida ko'zlari erlaridan boqishda cheklangan yosh va husnda teng qur qizlar. Bu narsalar sizlarga hisob kuni uchun va'da qilinayotgan narsalardir. Albatta bu bizning jannat ahliga beradigan rizqimizdirki, unda tugash bo'lmas. Haqiqat shudir. Darvoqe, haddan oshuvchi kimsalar uchun eng yomon oqibat bu ular tushadigan jahannamdir. Bas naqadar yomon joy bu. Mana bu qaynoq suv va yeringdir. Bas ular uni totib ko'rsinlar. Boshqa azob uqubatlar ham o'sha shaklda bo'lur. Ularga ergashgan kimsalarni ko'rsatilib, mana bu odamlar sizlar bilan birga sizlar sababli jahannamga tashlanuvchi jamoatdir deyilganda, peshvolar ayturlar, xush kelmadilar. Haqiqatan ularning o'zlari do'zaxda toblanuvchilardir. Ular ergashganlar deydilar. Yo'q, sizlar xush kelmadingiz, chunki sizlar u azobni bizlarga keltirdingiz. Bas naqadar yomon qarorgoh u do'zax. Ular yana derlar, Parvardigoro, kim bizlarga mana shu azobni keltirgan bo'lsa, bas o'zing unga do'zaxda azobni bir necha barobar ziyoda qilgin. Jahannam ahli bir-birlariga ayturlar, nega bizlar dunyoda yomonlardan deb hisoblab yurgan kishilarni, mo'minlarni do'zaxda ko'rmayapmiz? Bizlar masxara qilishga o'shalarni tanlagan edik. Yoki ular shu yerda-yu ko'zlarimiz ulardan chalg'idimikan? Albatta, do'zax ahlining ana shunday tortishishlari albatta haqdir. Ey Muhammad, ayting, men faqat bir ogohlantiruvchidirman. Vohid, yagona va qahhor g'olib Allohdan o'zga iloh yo'q. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning Parvardigori, aziz, qudratli va g'affor, mag'firatli zotdir. Ayting, bu so'zlar buyuk bir xabardir. Sizlar esa undan yuz o'giruvchidirsizlar. Menda bahslashayotgan oliy guruh farishtalar haqida hech qanday bilim yo'q edi. Menga faqat o'zimning aniq ogohlantiruvchi ekanligim vahiy qilinadi xolos. Eslang, Rabbingiz farishtalarga degan edi, albatta men loydan bashar yaratuvchidirman. Bas qachonki uni rostlab, unga ruhimdan puflaganimdan so'ng, unga sajda qilgan holingizda yiqilingiz. Bas farishtalarning barchalari jam bo'lib, odam uchun sajda qildilar. Faqat iblisgina kibrlanib, sajda qilmadi va kofirlardan o'tdi. Shunda Alloh dedi, ey iblis, qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man etdi? Kibr qildingmi yoki sen odamga nisbatan oliy zotlardan edingmi?
U aytdi: men undan yaxshiroqdirman. Meni olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratding. Alloh dedi: bas, undan jannatdan chiq. Zero sen dargohimdan quvilgan mal'unsan. Yana to jazo kuni qiyomatgacha senga mening la'natim bo'lur. Iblis iltijo qilib dedi: Parvardigorim, u holda menga ular tiriladigan kungacha o'lmaslikka muhlat bergin. Alloh dedi: sen muhlat berilganlardandirsan. Ma'lum vaqt kunigacha, qiyomatgacha. Iblis aytdi: endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman. Faqat ularning orasidagi ayrim ixlosli bandalaringgina ozmay qolurlar. Alloh dedi: men haqdirman. Faqat haqiqatni ayturmanki, albatta men jahannamni sen va ular orasidagi barcha senga ergashgan kimsalar bilan to'ldirurman. Ey Muhammad, ularga ayting: men payg'ambarligim uchun sizlardan haq so'ramayman va men payg'ambarlikni o'zimcha da'vo qiluvchilardan ham emasman. U Qur'on faqat olamlar uchun eslatmadir. Qasamki, sizlar uning ilohiy vahiy ekani haqidagi xabarini ozgina vaqtdan so'ng qiyomat kuni albatta bilursiz.